Instagramga kontent qilishda hamma sizdan bekitayotgan 3 ta sun'iy intellektni sanab beraman. Foydalansangiz videoni prosmotrlari ancha baland bo'ladi. Birinchi AI'miz Midjourney xohlagan rasmingizni, xohlagan fantaziyangizni rasm ko'rinishida generatsiya qilib yasab beradigan platforma. Siz ko'rayotgan Alisher Navoiy, Amir Temurni portretlari xuddi shu saytda generatsiya bo'ladi. Ikkinchi AI'miz Veo 3. Xuddi shu hozir ko'rgan Alisher Navoiy yoki Amir Temur portretini real hayotga, video ko'rinishiga, harakatlantirishga va ovozlashtirish uchun xizmat qiladigan AI hisoblanadi. Uchinchisi bo'lsa bu Sono AI. Bu AI bilan o'zingizni собственный musikangizni yasasangiz bo'ladi va bu juda ham oson. Hattoki she'r beradigan bo'lsangiz, uni qo'shiq ko'rinishiga aylantirib beradi. She'rni qanaqa yozaman desangiz, ChatGPTga tashlaysiz, xohlagan mavzungizni aytasiz, xohlasangiz o'zingizni ismingizni qo'shtirasiz va xuddi shu narsani ashula ko'rinishiga o'tkazib, Sono AI'da musikangizni yasab olsangiz bo'ladi. Mazam. Hech kim sizga yetmayotgan informatsiyani aytganim uchun videoga bitta like bosib qo'ying. Shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha ko'proq ma'lumotlar olib turishga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling.